Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahimahulloh. Ya'ni siz bilan bizga Imom Azam ismi bilan mashhur bo'lgan kishi. Yazid ibn Harun u kishi haqida shunday deydi. Abu Hanifadan ko'ra aqlliroq, afzalroq va xudojo'yroq boshqa odamni bilmayman. Bu kishi chiroyli yuzlik, kelishgan bir gavdalik, shirin so'zlik, xush muomalali kishi edi. U kishi nihoyatda bir libosini pokiza tutadigan hamda o'zini chiroyli bir atirlar bilan xushbo'ylaydigan kishi edi. U kishi bir joyga majlisga kirib borsa, hali odamni ko'rishmasdan turib, sochgan atirlarning xushbo'yidan u kishining kirganligini hididan bilishardi. Bu kishi o'zining asl ismi An-Nu'man ibn Sobit ibn Marzuban. Abu Hanifa kunyasi bilan mashhur bo'lgan bu kishi. Abu Hanifa Banu Umayya xulofolarini, xalifalarining asrining oxirida hamda Banu Abbos urug'ini asrining avvalida yashadi. Bu Abu Hanifa yashagan davrda xalifalar, ulamolar nihoyatda bir izzat ikrom qilar edi. Ularga ko'p hadiyalarni berishar edi. Izzat hurmati joyida bo'lar edi. Tirikchilik masalasi hal qilingan. Lekin Imom Azam xalifalardan mana shu hadiyalarni olishlikdan o'zini uzoq qiladi. Shuning uchun hayotini bir qismini tijoratga ajratgan. Chunki albatta beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan baland bo'ladi. Xalifalardan Al-Mansur kunlarning birida Abu Hanifani o'zini majlisiga chaqirdi. Abu Hanifa labbay deb keldi. Suhbat chiroyli suratda davom etdi. Izzat, hurmat, ehtirom ko'rsatildi hamda din, dunyo ishlari haqida so'rab, javoblarni olib bo'lgandan keyin Abu Hanifa ketishlikka izn so'radi. Turib ketar ekan, xalifa Mansur ichiga 3000 dirham solingan xoltani uzatdi. O'zi Mansur ancha baxil odamlardan bo'lgan. Shunga baxil bo'lishiga qaramasdan, o'sha paytda odat bo'lgan olimlarga izzat ikrom qilish deb 3000 dirham solingan xoltani berganida Imom Azam oldimi? Olmasa hijolatli holat. Olishni xohlamaydi, qanday bir yo'l tutdi. Mana shu 3000 solingan xalta uzatilganda, "Ey Amiral Mu'minin" dedi. "Men bu Bag'dodda g'arib odamman" dedi. "Ko'p ham qarindoshlarim yo'q. Buncha pulni saqlagani joyim ham yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul Molda turib tursin shu pul, kerak bo'lganda men borib so'rayman, qaytarib berasiz" dedi. Xalifa rozi bo'ldi bunga. Olmasdan chiqib ketdi. Shu voqeaga hech qancha vaqt o'tmasdan Imom Azam vafot qildi. Endi u kishining uyida bu 3000 ga bir necha barobar ko'p keladigan pullarda turganligini, odamlarning omonatlarini turganini ko'rgandan keyin bundan xabar topgan Mansur, Alloh rahmat qilsin Abu Hanifani, chiroyli hiyla qilgan ekan. Bizni qo'limizdan pulni olmabdi, lekin rad qilishlikni ham chiroyli suratda rad qilibdi dedi. Imom Azam bunday qilishligida bir ajablanishlik kerak emas edi. Chunki u kishi aniq bilar edi. Bandani qorniga yegan luqmasining ichidagi eng afzali o'zini qo'lini mehnati bilan, kasbi bilan topib yegan luqmasi edi. Payg'ambarlarda ulug'laridan bo'lgan Davud alayhisalom ham o'zini qo'lini mehnati, temirchiligi bilan tirikchiligini o'tkazgan. Shuning uchun eng yaxshi odam kim? Birovlarda hisobidan kun kechirmaydigan odam. Eng yomon odam kim? Birovlarda hisobidan yashaydigan odam. O'zini tijorati mustaqil kishi edi. Hayotini bir qismini ilmga bergan bo'lsa, bir qismini tijoratga ajratgan edi. U kishi matoh savdosini qilar edi. Ipakdan bo'lgan, jundan bo'lgan matoh va ko'naklarda tijorati, savdosi bilan shug'ullanar edi. U kishini Iroq shaharlari o'rtasida borib keladigan tijorati nihoyatda rivoj topgan edi. U kishining o'zini alohida do'koni bor edi. Savdodagi halolligi, muomaladagi yumshoqligi, to'g'ri so'zligi, saxiyligidan u kishining do'koniga juda ko'p odamlar kelardi. U kishining tijorati kengida Alloh taoloning fazli bilan ko'p rizq kelib turardi. U kishi pulni haloldan olar edi, halol o'rniga sarflar edi. Tijoratini yili 1 yil to'lishiga tijoratini, moli mulkini hammasini hisoblab turib, o'zini nafaqasi uchun kerak bo'ladigan pulda ozgina qismini olib qolib turib, qolgan qismini hammasiga qorilarga, muhaddislarga, faqihlarga, talaba ilmlarga kerak bo'ladigan oziq-ovqat, kiyim-kechakni olardi-da, hammasini tarqatib ihson qilib berardi. Ihson qilib beryapti aytar edi. Bu o'zingizlarning molingizlarning foydasi. Allohga qasam, men o'zimning pulimdan bermayapman sizlarga.
Alloh taolaning sizlarga yozib qo'ygan rizqi edi, o'zinglarniki deb berar edi. Ba'zi shunday bo'ladiki, shu infoq ihson qilayotgan odam infoq ihson qilib qo'ygan bo'lsa, go'yoki haligi ihson qilingan odamning oldida bir haqdorga o'xshab qoladi. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val adha. Ey iymon keltirganlar, qilgan sadaqotinglarni minnat qilib, orqasidan aziyat berib, odamlarga aziyat yetkazib xabada qilmanglar. Bunaqa orqasidan minnat keladigan, aziyat keladigan sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'ladi. Shuning uchun berayotgan odam Imom Azamni o'rgansin. Berib turib, bu sizlarniki deyapti. O'zinglardiki Alloh taolo faqat meni qo'limga qo'yib qo'ydi, men ham kelib tarqatib qo'yapman sizlarga dedi. Abu Hanifaning saxiyligi, qo'li ochiqligi hammaga ma'lum, mashhur edi. Ayniqsa o'zini do'stlariga, hamsuhbatlariga, tanishlariga mana shu saxiyligini nihoyatda bir keng ko'rsatar edi. O'zini do'stlaridan bir majlisda o'tiradigan do'stlardan biri aytdiki, "Ey Abu Hanifa, menga dedi falondaqa ko'ylak kerak dedi. Rangi qanaqa bo'lsin, rangi falondaqa bo'lsin" dedi. "Sabr qilib turing, kelsa xabar qilaman" dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, haligi odam talab qilgan ko'ylak keldi. Abu Hanifa bu ko'ylakni haligi birodarga uzatib turib, "Mana keldi" dedi. Xaridor ko'rdi, yoqtirdi, "Qancha beraman" dedi. Deganida 1 dirham dedi. Ya'ni 1 kumush tanga dedi. Haligi odam hayron bo'lib, 1 tangami dedi. "Ha, 1 tanga" dedi. "Men sizni hazlashada o'ylamadim men bilan" desa, "Hazlashayotganim yo'q" deydi. Aytadiki, "Men ikkita ko'ynakni 20 dinori 1 dirhamga sotib oldim. 20 dinori 1 dirhamga ikkita ko'ynak sotib oldim. Bittasini 20 dinorga sotdim. Bunisi 1 dirhamga qoldi. O'zimni birodarimdan foyda olishni xohlamayman, narxini bering" dedi. O'zingizlardan foyda qilmasangiz, kim keladi oldingizga? Chunki siz do'koningizga kelayotgan odam bari tanishlaringiz keladi. To'g'ri ham. O'sha tanishingizga borib namozxonmi, Alloh xudo deydigan pokiz odammi, shunaqa odamni qo'liga pul berishga haris bo'laveraylik. Chunki halol oladi, halolga sarflaydi, siz bergan pul bilan quvvatlansa ibodat qiladi. Shuning uchun mana shu qo'limizdagi shaqa ham Allohni tanigan, Alloh degan odamning qo'liga tushishlikka haris bo'lishimiz kerak. Kunlarning birida Abu Hanifaning do'koniga bir qari ayol keldi. "Ey imom" dedi, "Menga falon ko'ylak kerak." Abu Hanifa ko'ylakni chiqarib berdi. Hali ayol aytdiki, "Men bu nahnovalarni bilmayman ko'p ham. Menga taniga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying bo'pti" dedi. "Chunki bu narsa omonat" dedi. Imom Azam ko'ynakni oldi, kampirni qo'liga berdi-da, "Olib ketavering" dedi. "Kelgan narxiga bering" dedi. "Ozgina foyda qo'ying" deganida, "Olib ketavering" dedi. "Nimaga olib ketaman" desa aytdiki, "Men ikkita ko'ynakni bir savdo qilib" dedi. "Olganman, bittasini sotdim" dedi. Ikkita ko'ynakni 10 dinorga sotib olib, bittasini 6 dinorga sotdi. Ikkinchisi qanchaga tushdi? Shuni ham foydasini olmasdan zarariga berib turib, omonat degan uchun, qari kampir bo'lgan uchun saxovat qildi, muruvvat qildi. Bu mana shunday bir saxiyligi keng bo'lgan, qo'l ochiq, saxovatli kishilardan edi. Sizdan foyda olishni xohlamayman dedi. Kunlarning birida Abu Hanifaning majlisida o'tirgan bir kishini kiyimi nihoyatda yudaganligiga ko'zi tushdi imomda. Majlis tugadi, hamma turib ketgandan keyin hali odam o'tirib qoldi. Imom Azam hamma ketganini ko'rgandan keyin taqsir dedi, "O, janomazni ko'taring" dedi. Ko'tarildi, tayda ichiga 1000 dirham solingan xolta turardi. Olib, ustingizni boshingizni to'lab oling, birodar dedi. Ya'ni hammani oldida emas, berayotganligini ko'z-ko'z qilib uni yerga urib emas, hamma chiqib ketishini kutib, usti boshingizni to'lab oling dedi. Hali odam xijolat bo'ldi. Taqsir dedi, "Men pulim bor odamman" dedi. "Menga bu dirhamda keragi yo'q" dedi. "Unda nimaga ustingizni to'lab olmaysiz? Axir payg'ambarimizning hadisini eshitmaganmisiz? Agar Alloh taolo innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi" bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matini asarini ko'rishni xohlaydi degan. Ustingizni to'lab oling. Allohning ne'mati asari ko'rinsin ustingizda. Birodarlaringizni bu ko'rinishingiz bilan noqulay ahvolga solmang dedi. Ya'ni buni nima deb tushunamiz? Alloh taolo bir bandaga bergan bo'lsa, bordaqa yashash kerak. Endi bizda shunaqaki, borlarimiz ko'rsatish deganda o'ldirib yuboradi bir yo'li. Bu albatta tashqi ko'rinishimizga e'tibor berib yurishlik kerak. Lekin davlatdan odamlar, "Ha, domla aytdi, endi men mashinani sotib qimmatini olishim kerak ekan. Mo vesimga qarab." Bunaqa emas. Ulamolar aytadi, mana shu hadisning sharhida davlatman odam
davlatmandligini atrofidagi bechoralarga, qarindosh urug'larga xayriy ihson sadaqasi bilan ko'rsatsin boyligini deydi. Kim o'zariga xo'ja ko'rsinga dasturxon solishga emas, uyini yiliga 3 martadan kap remont qilishlik bilan emas, Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilib puldorligini ko'rsatsin deyiladi. Imom Azam xayriy ihsonli kishi edi. Agar oilasiga ma'lum bir miqdorda mol dunyoda sarf qilsa, xuddi shuncha mol dunyoda kambag'al bechoraga olib tarqatib qo'yar edi. Agar o'zi bir qimmatbaho bir kiyim kiymoqchi bo'lsa yoki bir kiyimini yangilamoqchi bo'lsa, o'sha kiyimchalik pulni, kiyimni qadrchalik pulni miskinlarga tarqatib qo'yib keyin kiyar edi. Agar oldiga biror bir taom qo'yilsa, shu taomni yeyishdan burun shu taomni qiymatchalik pulni tarqatib qo'yar edi. Ana haqiqiy Allohni tanigan, haqiqiy faqih bo'lgan olim odam boy bo'lsa qanaqa bo'lar ekan? U kishini aytgan so'zlaridan, agar men qachon Allohning nomiga qasamda bir so'z chiqsa, har bitta chiqqan qasamimga bir dirham kumush pul sadaqa qilaman dedi. Shu so'zni davom etdi. Qachon gapiryapti, vallohi desa yoki Allohga qasam desa, hisoblab turib, o'shuncha dirhamni sadaqa qilar edi. Keyin buni yana rivojlantirdi. Endi bundan keyin Allohning nomiga qasam ichib vallohi desam, 1 dinor oltin tangadan sadaqa qilaman dedi. Ular boyligini ko'z-ko'z qilib pas, savobli ishlarga sarflab turib ko'rsatgan boyligini. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ni qaraylik, Abdurrahmon ibn Avf qaraylik, Abu Bakr Siddiq qaraylik roziyallohu anhu. Bular Alloh yo'lida tarqatayotganligi uchun boyligi bilingan. Bo'lmasa Abdurrahmon qullari bilan yursa, u tashqi ko'rinishi kiyimidan farqlangan emas. Hafs ibn Abdurrahmon ismli kishi Abu Hanifaning tijoratiga sherik edi bir qismiga. Uni ana shu Iroqdagi shahar yurib tijorat qilganda mollarni berardi Abu Hanifa Hafsga bir matohlarni berib turib aytdiki, mana ko'ynaklarda aybi bor. Sotayotganda egasiga ko'rsatib aytib soting dedi. Hafs olib ketdi. Haligi gap esidan chiqib qolib, molni hammasini sotib yubordi. Aytib qo'yish esidan chiqib qoldi. Sotib bo'lgandan keyin esiga tushdi-da, haligi odamlarni eslashga qattiq kirishib qoldi. Kimida ekan, qayerda ekan, qana topsam bo'lar ekan. Harakat qildi, urindi, iloji bo'lmadi. Qaytib kelib Imom Azamga falon ish bo'ldi, esimda yo'q, sotib olibman, topamadim dedi. Bu gapni eshitgandan keyin ko'yini taskin topmasdan ana shu safargi tijoratdagi hamma molini sadaqa qilib yubordi. Abu Hanifa yaxshi hamsuhbat edi, yaxshi do'st edi. U kishini suhbatda o'tirgan kishilar albatta u kishining ilmidan, axloqidan, tarbiyasidan, muomalasidan rohatlanishar edi. Kunlarning birida taba tobiinlardan Abdulloh ibn Muborak bilan Sufyon as-Savri gaplashib o'tirar ekan, Abdulloh ibn Muborak Sufyonga shunday dedi: "Ey Abu Abdulloh, Abu Hanifani hech g'iybat qilganini ko'rmaganman. Nihoyatda bir yaxshi odam-da" dedi. Hatto dushmani haqida ham bir yomon gap gapirganini eshitmaganman dedi. Hamsuhbatiga javob berib, Sufyon aytdi: "Abu Hanifa o'zini qilgan savob ishlarini birovga berib yuboradigan ahmoq odam emas. Ya'ni qilgan ishlarini birovga berib yuborishlikdan aqlli bu odam" dedi. Bu kishi o'zi tanigan, tanimagan kishilar, biz bu kishining ilmini gapirmayapmiz. E'tibor beryapsizlarmi? Bu Imom Azam siz bilan bizni mazhabimiz boshlig'i. Bu ilmini gapirmayapmiz, faqat tijoratini, odamlar bilan qilayotgan axloqini, muomalasini gapiryapmiz. Agar u kishining majlisiga biror bir notanish kelib o'tirib qolsa, u adashib kelib o'tirib qolgan bo'lsa ham, majlis tugagandan keyin har bir odam bu holidan xabar olardi. Ismini so'radi, qayerdan kelganligini, nima hojati bo'lsa, ravo qilish qasdida bo'lar edi. Abu Hanifa mana shuncha sifatlarning ustiga yana tunlari qiyomul laylda namozda turadigan kishi edi. Qur'on tilovatini tinimsiz davom etkazadigan kishilardan edi. Saharlarda istig'for aytar edi. Bir jamoat gaplashib o'tirar ekan, Abu Hanifa ustiga kelib qoldi. Kelib qoluvdi, hali jamoatdagi gapirayotgan odam Abu Hanifaga ko'rsatib, "Mana odam" dedi. "Kechasi uxlamaydigan odamlardan" dedi. Deganda eshitishi bilan bu gapini shart qaytardi. "Yo'q, men unaqa odam emasman" dedi. Lekin bundan keyin shu gapingiz yolg'on bo'lmasligi uchun Allohga qasam, o'lgunimcha boshimni yostiqqa qo'ymayman kechasi dedi. Va shu kundan boshlab Imom Azam 40 yil xufton tahorati bilan bomdod namozini kanda qilmay o'qigan odamlardan. 40 yil uxlamasdan namozda turib, xuftonga qilgan tahorati bilan bomdodda o'qigan edi. U kishi namozga turar ekan, tun yer yuzini qoplab, odamlar do'konlarini, ishlarini yig'ishtirib,
hamma yotib yonboshlab uxlagani tarbiyali qilganda, bu kishi eng chiroyli liboslarni kiyib, xushbo'ylarni o'ziga sochib, bezanib mehrobga kelardi, quloq qoqib namozga turardi. Tong otpicha namozda turardi. Ba'zida Qur'onni xatm qilardi to'laligicha. Ba'zida bir kechani o'zida faqat bittagina oyat bilan o'tkazib yuborardi namozni. U kishi mana shunday o'qigan namozlarning birida balis saatu maw'iduhum was saatu adha va amar. Balis saatu maw'iduhum was saatu adha va amar. Mana shu oyat bilan kechasi bilan takrorlab namoz tugatdi. Oyatning mazmuni shundayki, bugina emas, balki ularga mangu azob uchun va'da qilingan vaqt qiyomat soatidir. U soat yanada balolik, yanada achchiqdir. Bitta shu oyatni takrorlab saharlikgacha tugatib borardi. 40 yil xuftonning tahorati bilan bomdod namozini o'qigan kishi edi. U kishi Qur'onni 7000 marta xatm qilgan edi. Vafot qilganda ham ana shu Qur'onni 7000 marta xatm qilgan joyda o'tirib vafot qilgan edi. Alloh taolo u kishini keyingi ummatlarga ibrat bo'lishligini xohladi. U kishini davlatmand qildi. Yuqorida aytib o'tdik, biz o'qiyotgan tobiinlarning ko'pchiligi faqir edi. Ato ibn Abi Rabah, Muhammad ibn Sirin boshqalar. Mana endi boyi. Boyini ko'ring qanday bo'lgan. Ularda Alloh taolo bergan ilmi Allohga yaqin qilgandek, faqirligi ham Allohga yaqin qilgan. Endi boyligi ham Alloh taologa yaqin qilgan. Ular o'zlaridagi boylikni Alloh rozi bo'ladigan joylarga sarflab, boyligini xalqlarga ko'rsatgan. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotidan o'qib, ibratlanib, ularga iqtido qilishligini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.